Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga yaxshi qarini ko'nglidan birday joy olgan to'y oshini tayyorlanishini ko'rsatib beraman. Sabzimizni mana shu usulda to'rab olamiz. Piyozimizni ham katta-katta qilib to'rab olamiz. Quyrug'imizni ham to'rab olamiz. Qo'y go'shtimizni ham katta-katta qilib kesib olamiz. Qozonchamizga ham moyimizni quyib olamiz. Moyimizni ustidan quyrug'imizni solib olib, jizza qilib qovurib olamiz. Go'shtimizni ikki taraflama qizartirib olamiz. Ustidan to'ralgan piyozimizni solib, qizargunicha qovuramiz. Uni ustidan sabzimizni solib, ustidan suvimizni quyamiz. Sabzimizni qovurmaymiz. Uni ustidan zira, tuzimizni, ozgina kurkumamizni solamiz. Bir yarim soat qaynatamiz. Zirvagimiz qaynab chiqqandan keyin guruchimizni 4-5 marta yuvib, iliq suvga solib, 1,5 soat guruchimizni uvitamiz. Bir qoshiq tuz solib aralashtirib qo'yamiz. 1,5 soat suvda ivita olamiz. Tuz qo'shishim sababi guruchlarimiz sinmasligi uchun. Menda Xorazmskiy lazer guruchi. Menda pishgan no'xat bo'lgani uchun 1,5 soatdan keyin soldim no'xatni. Guruchimizni solib olamiz. Guruchimizni solib olgandan keyin krishkasini yopib 2 minutga baland o'tga qo'yamiz. 2 minutdan keyin ochamiz. Guruchimizni o'girib chiqamiz. Yana 2 minutga krishkasini yopib baland o'tga qo'yamiz. Ikki minutdan keyin guruchimizni olib tekshirib ko'ramiz. Usti yumshoqroq, ichi sal qattiqroq bo'lishi kerak. Shundan keyin guruchlarimizni o'rtaga to'plab
Orasidagi guruchlarimizni ham bir tekisda pishish uchun mana shunaqa qilib teshib olamiz. Ustidan ziramizni sepamiz. Uni ustidan tarelkamizni qo'yib, krishkasini yopib, 20 daqiqa damlab olamiz. 20 daqiqadan keyin oshimiz damlandi, tayyor. Shunaqangi sochilib turadigan to'y oshimiz tayyor bo'ldi. Mazasi endi shunaqangi zo'r chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Pameti yok. Nasıl yaptın? Nerede bu? Nane? Telefonu pameti yok. Nasıl yaptın? Kırk. Şöyle. Ay tutalım bir daha.